Butun Toshkent his qilgan Little Italyda ajoyib yangilik. Men gapirmoqchi edim, aka. Aka hali ko'p gapirasiz. Biz bugun Shota Rustaveli'da joylashgan Little Italyga keldik. Bu nomni eshitganda kishining ko'z oldiga haqiqiy amerikancha uslubda tayyorlangan, xamiri bo'sh bo'lmagan pitssalar keladi. Chunki pishloqlari cho'ziluvchan, juda ham mazali va yoqimli bo'lgan bu pitssalar ko'pchilikda yoqimli va mazali taassurot qoldirgani aniq. Betga kelgan mijozlar rostlagansin Amerika muhitini his qilishsin deb ayni amerikancha uslubda bezatilgan. Taomnomaga keladigan bo'lsak, tanlov katta. Pizza, sendvich, suyu taomlar, pasta, mangal set, salatlar va shirliklarni xilma-xili bor. Buyurtma berayotganda shoshib qolmasangiz bo'lgani. Biz ham Xo'ja akam bilan har xil taomlardan buyurtma berdik. Suyu taomlardan merjimik, kalagilli, qo'ziqorli va tovuq sho'rvadan yetdik. Ta'mi bir-biridan ajoyib. Menga tovuq sho'rva ko'proq yoqdi. Pastani ham juda me'yorida tayyorlab berishibdi. Mazza. Bu joy fishkasi bo'lgan bo'laylik va katta pizzadan ham keldi. Bay, qani endi buni iforini sizga yetkiza olganim dedi. Video tugamasdan yetkazib berish xizmatini qidirib qo'ygan bo'lardingiz. Ha aytgancha, bu xizmatdan foydalanish uchun yana sabablar bor. Telegram bot orqali qulay buyurtma berish, 3 kilometr radiusda tekin yetkazish va 100 mllik xarid uchun bitta ponchik, 200 mlliga 1,5 litrli ichimlik, 300 mlliga pishloqli baget, 400 mlliga bo'lsa 1,5 litrli ichimlik hamda pishloqli baget bonus sifatida qo'shib berilarkan. Zo'ra? Bu aksiya 15-sentyabrgacha amal qiladi. Hoji akam yuzlaridan ham taomlar manzur kelgani bilinib turibdi. Albatta siz ham bu xizmatdan foydalaning yoki tashrif buyuring. Tavsiya qilaman. Bu joyi aniq joylashuvi Telegram kanalda bor. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying. O'zi siz betga kelganmisiz? Bu joy haqida fikringiz qanaqa? Izohlarda yozib qoldiring.